Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan gijja, gelmitlar kasalligining kelib chiqishi, yuqish yo'llari, aniqlanishi, davolanishi va asoratlari haqida gaplashamiz. Gijja kasalligi bu gelmitlar organizmning oshqozon, ichak, jigar, o't yo'llari va boshqa ko'z, hatto miyaga ham o'rnashib joylashishi mumkin. Gijja kasalligi qanaqa qilib yuqadi? Odamdan odamga va hayvondan odamga yuqishi mumkin. Ya'ni qanday? Yaxshi yuvilmagan qo'l, ya'ni kir qo'llar orqali, yaxshi yuvilmagan meva sabzavotlar orqali, undan tashqari pishirilmagan xom, chala pishirilgan go'sht, baliq mahsulotlari orqali yuqishi mumkin yoki hayvonlar orqali ushlab o'ynaganda yuqadigan kasallik. Gijja kasalligi bu gijjaning tuxumi yuqadi asosan. Gijjaning tuxumi organizmga yuqqandan keyin ichaklarida ko'payish boshlanadi. Ya'ni gijja ko'payib, tuxum qo'yib yana ko'payib boshlanadi. Bu jarayonda qanday belgilar kuzatiladi? Asosan odamlarda holsizlik, sababsiz bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, qorin sohasidagi og'riqlar, ichining buzilishi, ya'ni qabziyat, ichi qotib ketishi yoki ichining tez buzilishi. Undan tashqari, ya'ni badanda teridagi har xil toshmalar, undan tashqari ishtahaning bo'g'ilishi yoki o'ta ishtahaning ochilib ketishi, soch to'kilishi ham bunga kiradi. Ves tashash, ya'ni ozib ketish yoki ba'zan semirib ham ketish. Undan keyin esa uyquda bezovtalik, alahsirash, og'izdan badbo'y hid kelishi, tishini g'ichirlatish, allergik kasalliklar, har xil yo'tallar sababsiz, o'sishdan orqada qolish, ya'ni bo'yining past bo'lib ketishi, tengdoshlariga nisbatan bu yana ko'p, sanaymansiz juda ham ko'p gijjaning shikoyatlari asosan shular. Endi bu gijja kasalliklari qanday aniqlasa bo'ladi? Gijja kasallari birinchi o'rinda axlatdan, najasdan analiz topshiriladi. Ikkinchisi qondan, umumiy qon analizidan olib tekshirsa bo'ladi. Rentgenlik tekshiruvlar bu katta askariyda, ya'ni katta hajmdagi gijjalari rentgen orqali ko'rsa ham bo'ladi. Gijja kasalliklari asosan shu usulda aniqlanadi. Endi gijja kasalliklarining profilaktikasi bu doimiy qo'llarni yuvib yurish, doimiy tirnoqlarni olib yurish, har ovqatdan oldin qo'lni sovun suvda yuvib turish, meva sabzavotlarni archib ustidagi po'stlog'ini olib tashlash. Uy hayvonlari, it, mishiq, boshqa narsani ushlab o'ynamaslik. Mahsulotlar, ya'ni go'sht mahsulotlari, shashliklar yaxshi pishirish kerak. Xom go'shtlarda yuqadi. Baliq mahsulotlari yaxshi pishirilmaganda, jigar, misol uchun jigari yaxshi pishirilmasa, shular orqali gijjaning tuxumi yuqishi mumkin. Shularga rioya qilsangiz, sizda nisbatan gijja yuqishi xavfi ancha kamayadi. Endi gijja kasalliklarining davolanishi. Bizni klinikamizga yoki meni o'zimni ko'ruvimga juda ham ko'p kasal keladi. Har biri kelgan kasal kamida 2 marta, 3 marta va undan ko'p davolanib keyin kelishadi. Birinchi uyda boshlaydi, oshqovoq urug'i, chesnok, har xil dorilar ichiradi. Undan keyin shifokorga boradi, u yerda dori yozdiradi. Uni qiladi. Undan keyin tabiblarga boradi, dori tayyorlatadi. Eng oxirgisi internetdagi har xil dorilarga zakaz qiladi, ichiradi. Oxiri yana olib keladi. Shuncha narsa qilsam ham bolamda o'zgarish bo'lmayapti. Ya'ni oldinga qarab yuradi. O'sha holat, o'sha ahvol. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda nima jarayon ketyapti? Gijjaning tuxumi qolib ketadi ichaklarda. Sababi gijjaning tuxumi bu qobiqli, devori bor, po'stlog'i bor. Tuxum shunaqa bo'ladi. Buni ichiga esa birorta doringiz ta'sir qila olmaydi. Gijjalar cho'radi dori ta'sirida, tuxumlar yana ichakka yopishib turaveradi. O'shani hisobiga juda ham ko'p davolanishadi, qaytalanadi. Buni asosiy sizlarga dorilar, ya'ni albendazol guruhidagi tabletkalar, mebendazol guruhidagi dorilar ta'sir qiladi, lekin hozirgi paytda o'sha tuxumi muammo bo'lgan hisobiga bu dorilar ham ko'pchilikka ta'sir qilmayapti. Bizning klinikada bu kasallikka qanday davolanadi? Bizning klinikamizda bu kasallikka uzoq joylarda bo'lsa 5 kun yotkaziladi, yaqin shu shahar atrofida bo'lsa qatnab olsa bo'ladi. Asosan bizda
Dori darmonlarimiz bor. 5 xil turdagi tabletka, damlama, giyohlar, sirop, dorilar va apparatlar, ya'ni qornagi apparat, zinda apparati, klizma. Shuna turda davolaymiz. 5 kun ichida biz tabletka, dam hamma yo'g'ini ichirib, gijja tuxumlarigacha tozalaymiz. Gijja tuxumiga tozalab bo'lgandan keyin 2 haftadan so'ng uyga profilaktika uchun yana dori yozib beramiz, gijjani tushirish uchun. Undan keyin vitaminoterapiya. Chunki gijja bolani holsizlantirib, immunitet, vitamin qonigacha tushirib yuboradi. O'shani hisobiga, o'shani to'ldirish maqsadida vitamin, immunitet, asablariga qon ko'paytiradigan dorilarni lecheniyadan keyin yozib beramiz. Undan keyin har bir kasalimiz oldingi holat, ya'ni normada tengdoshlarga nisbatan ancha o'ziga kelib qoladi. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlar yoki mana shu adreslar orqali kelib maslahat olib yoki lecheniya olib ketishingiz mumkin. Sizlar bilan doktor Usmonov bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.